Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz muxlislari. Men jurnalist Jamila Haydarova. Kichik do'stlarim bilan birga bugun ham kanallarimiz orqali siz azizlarim bilan Toshkent shahrida joylashgan yapon bog'ida sog' va salomat holda diydor ko'rishib turganimdan mamnunman. Toshkent shahrida joylashgan So'lim yapon bog'i o'ziga xos yam-yashilligi, go'zal gullari bilan, boy tabiati hamda mavjlanib turuvchi suvlari bilan dilingizga bir olam zavq-shavq ulashadi. Assalomu alaykum. Sizlar bu yerda katamaranda sayr qilishingiz mumkin. Здравствуйте! Японский сад был открыт 25 августа 2001 года. Вы можете тут в любом сезоне приехать и отдохнуть. Assalomu alaykum. O'rdaklarga ovqat berishlar mumkin. Hello everybody. You can not only take a rest here, but you can try Japanese cuisine. O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi hamdo'stlik aloqalarini yana mustahkamlash maqsadida tashkil etilgan yapon bog'i o'zining husnkor tabiati bilan sizni hamisha o'z bag'riga chorlab turadi.